efir boshlandi. Bugun men nega bu yerda turibsan deganda bitta o'rtog'im menga qamoq buyuribdi. Shu qamoqqa ulanib o'ynaganimda oxiriga yasab berdi. Men ichiga kirib oldim. Endi qani unda boshladik. Qanday bo'lib qidiramiz? Qani bu yerdan ko'raylik shuncha. O'rganib olamiz. Bu yer ko'cha eshigi bo'lar ekan. Demak, bizga kerakli bo'ladigan narsa. Menga ko'rsatyaptiki, aytaymi, mashalani bu tarafi ham oq bo'ladi. Bu negadir pastga kavlangan ekan. Nima bo'la bu? Tosh. Yaxshi. Birinchisiga tosh. Ikkinchisiga taxta. Pak. Ana chiqib oldik. Endi verstak yasaymizmi? Verstak yasash taqiqlangan. Qayergadir verstak qo'ygan bo'lsa-chi, topib olamiz. Qatta. Archivakt videoini eslarim. Bunday tomlarni qarab chiqish kerak edi. Tomlarni qarasa, verstak chiqib qolardi. Yonmaydi bu. Bilib bo'ldimmi? Endi bunga nima yasaymiz? Richak. Do'stlar, cho'tabbiz netoda hozir. Birinchi, biz esa tevaga chiqmaymizmi, chiqamizmi? Chiqmay qo'yaylik, tevada baloyam bitam yo'q. Do'stlar, qochdik biz. Mashala yordam berdi biz uchun. Hammasiga mashala yordam berdi. Rahmat senga mashala. Eshikni ochdi, endi biz esa qochdik. Xuddi Green qochdi. Green o'yindaqa qochdi biz xullas. Qo'shiq tugadi. Endi o'yin sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlarda zo'r deb yozib qoldiringlar. Endi esa kanalga obuna bo'lib, quloqchalarni bosib tashlash eslaringizdan chiqmasin. Obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin.